Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Arashan ishqibozlari, chorva suyuvchi do'stlarimizdan inshaalloh mana biz Bishkek shahrida Jamolqul akami qo'ralariga yetib keldik. Shu dacha suvni yoni Yangi yer degan ayol qishlog'i ekan. Assalomu alaykum Jamolqul aka. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Yaxshimisiz aka? Yaxshi. Mana qo'ringizga tashrif buyurdik. Shu hurmatli obunachilarimiz uchun shu go'zal qo'chqoringizni bir obzor qilib bersak. Bu qaysi qo'chqorimiz bo'ladi shunda? Bu Akula Sharpey'nin nevarasi. Simbanın Sharpey'ni balası. nevarasi. Yaşı 2,5 yaş. 2,5 yosh. Parametri qulog'i necha? Parametri qulağı 20, boyu 1 metr 0,7 santimetr. 1,7. 1,7. Salmağı 198 kilogram bo'lgan oxirgi yo'l tartganimizda. Maşallah. Men bunaqa qo'chqor ko'rmaganman obunachilar. Gabaritni. Alloh rozi bo'lsin, bir qo'chqorni o'zingizlar ko'rib mana baho berib qo'yinglar. Menga rosa yoqdi qo'chqor. Mashalloh deb qo'yasizlar obunachilarimiz. Sizlarga buni hozir kalla qismini ko'rsataman. Kallasini qaranglar obunachilar. Mashalloh. Bosh katta ekan. Hozir sizlarga to'shini ko'rsataman obunachilar. Mana. To'shi, kastaklari, svetli ekan, simjun. Mashalloh. Qo'chqor rosa yoqdi, men bunaqa go'zalini ko'rmaganman deydi. Mana razrez dakansa. Dakansa razrez. Svet qaranglar, limonoy svet bo'lib ketgan. Kastaklari. Mashalloh. Oppo, to'shni qaranglar, to'shni mashalloh. Alloh barakasini bersin. Jamolqul aka, buni bolalari tushganmi? Baldari bu yıl düştü. Xudoy bo'lsa, jana hozir ko'rsatamiz. Qo'zlarim bari shunaqa. Mashalloh. Qo'zim yaxshi beradi tayushida. Mashalloh. Rosa yoqdi men qo'chqor aka. Alloh 4 aydan barakasini beri bersin. jemjeylak, biraz o'rib, lecheni em bitdi-da. Kasal bo'lgan ekan, yem yemas ekan. Yemda turmagan holatini qaranglar obunachilar. Mashalloh deb qo'yinglar obunachilarimiz. Jamolqul aka, bu qaysi qo'chqorimiz bo'ladi shunda? Bu Graf'ın balası, tüz balası. Aha. Atı Zikir. 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 4 diş oldu. Kulak 21. Quloq 21, 4 boyu metr 0,3. Uzunluğu ayavağınday uzun da. Metr rosa uzun ekan maşallah. 65. Uzunligiga вообще gap yo'q. 65. Salmağı 2 tiş kezinde tatkanımız. 165 kilogram oldu. Kalla qismi. Kalla qismi. To'shlari. Kallasiga ahamiyat beringlar, yungiga. Buni gabaritligidan men videoga sig'dira olmayman, maqtash emas u. Haqiqatdan qo'chqor rosa uzun. Rosa uzun. Kastak moshniy da. Mashalloh, mana qaranglar, uzunligini. Dumbalari, razrezlari dakansa, suvaylari. Lekin qo'chqorga gap yo'q. Alloh barakasini bersin. Bundan ham probniylar olgansiz? Var. Qo'zlar bu yil qo'ydik, var. Hozir tatamiz, xudoy bo'lsa. Alloh barakasini bersin obunachilar. Hop, kirib qo'ying. Bastırganda tarsa. Jamolqul aka, bu qaysi shunda qo'chqor bo'ladi? Bu Groznoy degan qo'chqorning nevarasi bo'ladi, tuz nevarasi. Qo'zimi bu shunda? Bu 16-mayda 1 yosh bo'ladi. Hali qo'zi ekan-da. Qo'zi, молочный. Mashalloh. Obunachilarimiz mana. Qo'zi, qo'chqor. Parametri qanaqa aka bu? Groz 94 boyu. Boyu 94. Quloq 21. Quloq 21 santimetr. Qo'zi tishga. Qo'zi kezinde bizga kelganda bu. Kalla qismlari. 5 kunlik kezinde. To'shlari, obunachilar. To'sh qismlari. Svetli bo'lib ketgan, liniyalari oqarib. Kastaklari, suvaylari ya'ni. Suvaylariga ahamiyat beramiz. Mana liniyalarini qaranglar, poluska bo'lib oqarib ketgan suvayni yonida. Mana dumba qismi tepasidan kelamiz mana. Dumba qismi. Dumbasi, mashalloh. Chotlari. O'zingizlar baho qo'yasizlar. Biz endi ko'rsatish bizda. Olib kirib qo'yavering. Jamolqul aka, bu qaysi qo'chqorimiz?
Bu Shiroki degan qo'chqorning nevarasi. Shirokiyda nabirasi. Nevarasi. Necha tishda yoshi? Tak, 2 tish saydi, 1 yosh 3 oy. Bir yoshi 3 oylik. Tak, parametri bo'yi 97, Bo'yi 97 cm, quloq 22. quloq 22 cm. Quloq Aa, 20. bunachi. Bu da uzun qo'chqorda, ayg'og'anda uzun. Quloq, Bu yerda 1.60 m, 1.60 bordi uzun. suvaylari, ko'rinishi. Sotiladimi aka? Sotiladi. Sotilmagan Aloqaga chiqaverasizlar, Jamolqul akamiz. narsa bor. Tishini ham bitta ko'rsatib qo'ying. 2 tish. Vallohi olib kirib qo'yavering. Obunachilarimiz mana qo'zi qo'chqorimiz yana bitta. Jamolqul aka informatsiyasini o'zingiz aytib o'tib. Bu da Groznoydan tuz nevarasi. Necha oylik aka bu? Tak, 9 oylik qo'zi qo'chqor. Bo'yi 89, Bo'yi 89, quloq 21. qulog'i 21 cm. Iyulning 16'sında 1 yosh bo'ladi. Xudoy buyursa inshaalloh. Iyulda 16sida 1 yoshga to'layapti, maşallah. Svetli, yaxshi qo'chqor. Mana Bu da sotiladi. Svetli. Sotilar ekan, aloqaga chiqaverasizlar. Mana kalla qismi. Kallalarni ko'rsatsam, mana kallalar svetli, suvaylari obunachilar. Mana orqa qismi. Ichini bitta ko'rsatib qo'yamiz. Молочный зуб. Tishi mana qonab qopti, qo'zi tishda. Qo'zi tish. Qo'zi tishi mana qonabdi, qo'zi tishda. Maşallah. Vallohi olib kirib qo'yavering. Bahosini kelishib sotib olaverasizlar, nomerlar qoldirib ketaman. Bu qo'chqorimiz haqida ham ma'lumot bersangiz, Jamolqul aka. Bu tanker degan qo'chqorning nevarasi, tuz nevarasi. Tankerning nabirasi. Tak, yoshi 1 yosh 3 oy, tish buzdi уже. Tish buzgan 2 tishda. Bo'yi 93, Bo'yi 93, quloq 21. Quloq 21 cm. Mana obunachilar. Kalla qismini qaranglar. Bu da sotiladi esi kelsa. Menga yoqdi kallasi lekin. Suvaylari, kastaklari, to'shlari alohida mana. Qaranglar to'sh kalladan ko'ringlar. To'sh qismini mana. To'shlari, kallani turishini qaranglar. Necha baho o'zingizda berib qo'yasizlar bahoni. Mana razrezi. Maşallah. Obunachilar. Bu ham sotiladi inshaalloh. Aloqaga chiqaverasizlar akamizga. Hoji aka, bu qaysi qo'chqor? Bu Zikr degan janaga grafdan nevarasi. Hozirgi Zikr degan qo'chqorni bolasi. Bolasi, Zikrning bolasi. Zikrning bolasi mana maşallah obunachilar. 2,5 oy bo'ldi. Bunisi-chi yonidagi? Bu Akulaning qizi. Hozirgi katta birinchi ko'rsatgan akulaning qizi bu. Akulaning qizi. Urg'ochi qo'zi. Turmayapti bitta joyda. Akulaning qiziga maşallah. Kallalarini qaranglar obunachilar. Ko'rinishini. Turmayapti bitta joyda. Dumba qismini ko'rsatib qo'ying, razrez. Razrezda ekansa. Maşallah. Siz ham bitta pоворot qilib qo'ying-chi. Bu sodiqchi ekan. Bu necha oylik, hoji aka? No, 1,5 oylik qo'zi. 1,5 oylik bu-chi? Bu 2,5 oylik. 2,5 oylik maşallah. Maşallah deb qo'yasizlar obunachilar. Hoji aka, bu qaysi qo'zi? Bu Pegasning nevarasi, Tesla degan qo'chqorning bolasi. Bu da Pegasning nabirasi. Kallalarini qaranglar maşallah. 3 oylik qo'zi. Svetli ekan, ha? 3 oylik. Bitta razrezini ko'rsatib qo'ying. Maşallah. Sotiladimi aka bu? Ha? Sotiladimi? Yo'q, bu o'zingizda qoladi. Tomoshaga производитель maza qilib qo'yinglar obunachilar maşallah. Obunachilarimiz. Hoji aka, bu qaysi qo'chqor? Akulaning qizi. Ha, qizimi bu? Urg'ochimi? Maşallah. Qo'chqor deb o'ylayman. Kallalarini qaranglar, mana. Necha baho. Qulog'ini qaranglar, maşallah, go'zalligini. Maşallah. Dumbasini ham bitta ko'rsatib qo'ying, aynan turib. Mana razrezda ekansiz ekan, maşallah. Bo'ldi, qo'yib yuboraverasiz aka. Obunachilarimiz. Bu to'qliqlarmi, hoji aka? To'qtular. To'qtular mana. Молочный зуб. Maşallah. Qo'zi tishda.
Bu parametrlar qanaqa bular? Parametrleri 85 plus 80'de neydi da? 87 Dam olib 88 yotishibdi obunachilar. Mashalloh. Go'zal ekan hoji aka. Yaxshi, yaxshi. Bir-biridan go'zal, maza qilib dam olib yotishibdi. Tanker'in neverileri, Blandin'in neverileri. Tanker Blandin. Yana qaysi liniya? Oşal ökü oyunu gaz bulacağız. Ikkita liniya bitta. 22 baş. 22 bosh. Mashalloh. 10 Buyoqda baş, sotiladimi 10 baş, hoji aka? 10 baş satan. 10 boshini sotasiz. Hmm. Telefon raqamingizni qoldiraman. Aloqaga chiqishaveradi. Mashalloh. Kozgopovuna başlatan. Ko'zashda. Mana mashalloh. Obunachilar tanlab olaverasizlar. Narxini o'zingizlar kelishasizlar. Men yozmayman. YouTube'da yozmasimizligini sababi bor-da, hoji aka. YouTube'da chiqarsak bir oydan keyin, bir yildan keyin narx-navo o'sadi, yo narx-navo tushadi, boshqacha bo'ladi. Endi arashanda o'sadi-da narxi. O'shandan keyin eski videoni ko'rib qolib, buni narxdan aytuvdim, bergan deb turib oladiganlar bor. O'shanga negativlar bor-da, o'shanga biz buni narxini ayta olmaymiz. O'zingizlar telefon orqali gaplashaverasizlar. Bizga shunaqa aytishgan egalari, sababi shunaqa aytgan. O'zimiz telefon raqami orqali gaplashib kelishib olamiz deydi. Mashalloh deb qo'yasizlar mana. Hoji aka, bizni podpischiklaringizga yaxshi tilaklaringizni tilab qoldirsangiz. Assalomu alaykum, hurmatli jamoat, hurmatli podpischiler. Kanalga kattалыңыздар. Arashan qarmash kerak, arashanды көбөйтүш керек. Arashandan sandan sapatqa өтүш керек. Sapatты koylarda qarmap, Kuday buyursa, dünyölük bir el aralık dengелге чыгарганга баарыбыз аракет кылышыбыз керек. Ошол. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat sizga ham, hoji aka. İşinizge iyilik bolsun sizge. Ardayım şu el xizmatında жүрөсүz. Ardayım şu işinizde çoң-çoң iyilikler jaralay Alloh rozi bo'lsin, hoji aka. Arashan bu oddiygina paroda emas, Arashan bu yuqori sifat darajasi. Sizlar bilan Muhammad Ali Arashan o'zibi kanali. Shu Jamolqulbay akammi qo'ralarida bo'ldik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.